raund bo'ladi va har bir raundda biz o'zimizga randomli tushgan layfhakni real hayotda o'xshadimi yo'qmi shuni sinab ko'ramiz va agarda bizga tushgan layfhak o'xshasa biz bir ball olamiz, o'xshamasa esa 0. Va bu videoda Sardor, Maqsud va men qatnashaman va video oxirida eng ko'p ball yig'gan ishtirokchi mana shu $500 ni yutib oladi. Shuning uchun ham videoni oxirigacha ko'ringlar. Va endi bo'lmasam video boshlandi. Birinchi raund. Va esingizda bo'lsa o'rtoqlar, har bir layfhak challenge'da biz mana bunaqa noodatiy idishlar ichidagi qog'ozchalardan bilmagan holda qog'ozchalarni tanlab, o'sha songa qarab o'zimizga randomli layfhaklarni aniqlardik. Va xuddi shu ishni davom ettiramiz. Bo'ldi. Va endi bo'lsa layfhakni tanlab olamiz va birinchi kim tanlaydi? Men. Sen tanlaysanmi kimga? Men. Tanla. Qarama. Va endi Sardor ham tanladi. Sardordan keyin buning ichidagi qog'ozchalarni men tanlayman. Men ham bitta tanlab oldim. Va endi Maqsud tanlaydi. Tanladim men ham. Tanladingmi? Va mana endi birinchi o'lim Maqsud qog'ozni ochishdan chiqqani. Menga 1 tushdi. Endi bu bir ma'ni raqam edi-yu, lekin bu bir ma'ni raqam edimi-yu? O'zi bir ma'ni raqamim edi-ku, lekin mayli senga tushdi do'stim. Demak, senga mana bu layfhak tushdi. Va endi men o'z qog'ozimni ochaman. O'zbekcha gapiramiz. Ne olacak? Çünkü bilasizmi nimaga? Nimaga? Bu ham sizning raqamingiz 5. Yela! Demak, Sardorga 5 raqam tushdi va bu ham yaxshi ko'rgan raqam. Va demak, Sardor mana shu layfhakni sinab ko'radi. Va endi menga necha son chiqqanini hozir ko'ramiz. Menga 4 chiqibdi. No, bu Maqsudning pocherki shunaqa xunuk. Demak, menga mana shu layfhak tushdi. Va endi bo'lsam tezda bu layfhakni sinab ko'rishga ko'chaga ketdik. Va aynan bu layfhak challenge'ni boshqa layfhak challenge'lardan ajratib turadigan jihat shundaki, bizga kerakli bo'lgan hamma narsani o'zimiz sota olamiz. Endi buni ham sizlar ko'rasiz. Va endi bo'lsam o'rtoqlar, biz O'rizor bozoriga keldik va biz mana shu layfhaklarni tekshirib ko'rish uchun kerak bo'lgan narsalarni shu bozordan olib olamiz. Hop, qara, Sardor. Hozir menni bu layfhakni tekshirib ko'rishim uchun nima kerak menga? Menga aslida idishlar kerak va gugurt va sham kerak. Dayt, buncha idishlar sotiladigan joy topamiz. Qayerda idish sotiladi bu yerda? Nega mashtaga sotish mumkin? Hop, mayli, ketdik. Salom aka, yaxshimisiz? Aka, bizga idish kerak edi. Bitta mana stakanni qo'ls variantda, bitta yotadigan tovoqchaga o'xshagan. O'rtoqlar, hozir menimcha o'z mashinadan topib olib ketsa kerak. Xuddi shu mana shu paytda. Chunki o'rtoqlar kun issiq, odam yomon chanqiydi. Va sham ham sotasizlarmi, sham? Ani o'rtoqlar idishlarni olib bo'ldim va endi faqatgina sham olsam bo'ldi. Salom aka, sham sotmaysizlarmi? 261 ga o'tasiz, 260. Bu yoqqa qarab, bo'ldi. Rahmat aka. Bo'ldi, 261 ga qarab ketdik. 272 mana. Salom aka. Sham bormi, sham? Bo'ldi. Bizga bitta dona sham bera olasizmi? Bitta dona emas, bitta pochka bera olaman. Dona sotmaysiz-a? Dona yo'q. Pochka nechi pul hop? 20 ming, kattasi bor 30 ming. Qancha ko'rsangchi?